Mana Mirziyoyev aka bilan biz va'da qilgan joyga keldik. Salom qilib qo'ying aka. Salom hammaga. Hozir men nima edi? Pishib qorong'i ekan. Xullas mana shu yerga kiramiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz va'da qilgan joyga ketyapmiz. O'sha joyga boramiz. Tayyorlaninglar. Va like va obunani tirishlarni bosinglar. Biz qishga doim mingta bo'lishimiz kerak. Mana hozir biz video olayotgan joy manzarasi. Kirganimizni yonbosh tarafi juda ham katta ekan o'zi bu. Bog'cha bo'lgan oldi. Hozir kirib videoga olib chiqdik bir qator hali etdi ekan bu yoqqa kirganim. Soat 9larda yana qaytib kiramiz. Ungacha layklar, dirflar bosinglar. Mana shu taraf xullas. Qorong'ida ko'rinmayapti, ana shu zaborning orqasi. Mana Mirziyoyev aka bilan juda ketyapmiz, mana oz qoldi. Bosamiz vallahi. Mirziyoyev aka o'zi. Aka necha minutda like qilib bersa yangi video chiqaramiz. Endi qishga doim bir mashg'ullashib ketsak, xudo xohlasa mashg'ullashib ketsak, zo'r ish bo'lardi lekin. Yo'q, mana shu videoga nechta like yig'ib bersan aka? 2 mingta bo'lsa ham mayli. 2 mingta like. Yo'q, 2 mingta ko'p hali aka. Bizda bir 50 ta, 60 ta like yig'sa ham yaxshi. Shu ham yetadi bizga 50 ta, 60 ta. Obunachilarimiz ham bir 100-150 ta bo'lsa ham yaxshi edi obunachilar. Ha, endi bo'ldi aka. Mana ko'rsatib qo'ying aka atrofni. Mana kirish darvozasi xuddi Greniydaqa. Greniyda qochadi. Darvoza. Polislar tashashibdi. Bu yoqqa kimdir kirolmaydiganday mana. Yetdimi? Bu yerda eng qiziq qanaqa qilib kirsak bo'lar ekan? Eng qizig'i. Tak. Atrofga aylanib ko'rishimiz kerak, biz ham o'rganib olishimiz kerak-da. It bir narsalar balki va tashlandiq joy bilib olmaylik. Ya qancha yildan beri 3 yildan beri deyarli bu yoqqa hech kim kirmaydi. Kirgan zahot orqaga qarab qochib ketar ekan shunaqa. Tak aka, siz birinchi o'tasizmi yo o'taymi? Bilmayman endi. Men o'ta qolay, ha. Sizni o'tsak, videoga olib chiqaman. Ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum. Abdurahmon, ha. Ya, bismillah. Ana. Bo'ldi. Men o'ta qolay, ha. Uni o'tdik aka, men videoga olib turaman. Ha, ehtiyot bo'lasiz aka. Hoppa. Yaxshi. Endi aka siz meni videoga olib turing. Mana videoga olaman deb yiqilib tushmaydi ish qilib. Bo'ldi, mana o'tib oldik. Birinchi mana bu yerda obzor qilib beraylik aka, yuring. Bo'ldik, o'tib oldik. Esalaman, o'sha tomonga qarab ketyapmiz. Tashlandiq. İçiga ham kirib ko'rish kerak ekan. Keyin chiqayotgan vaqtimizda обязательно kiramiz. Mana birinchi joy. Nima ekan? Mana ko'rishinglar uchun mana vobshem tashlandiq joy. Bizda fonar yo'q, shuning uchun unchalik yaxshi tiniq chiqmayapti. Sizlarga fonar yo'q ko'rsating mana. Tashlandiq. İçiga ham kirib ko'rish kerak lekin. Keyin chiqayotgan vaqtimizda обязательно kiramiz.
Mana orqa tarafiga o'tib ko'ramiz. Eshik qulf. Buni ichiga kirish hojati ham yo'q, menimcha. Bitta xona chunki. Mana ko'rsatib qo'yraman. Atrof. Bo'ldi. Endi bu yoqlari endi bilmayman, endi qorong'i. Fonar olmabmiz aka. Faqat sizni videoga olib yuraman shekilli. Aka siz ham meni videoga olib yuring-da. Ikkalamiz tushaylik-da videoga. Mana men ham. Basseyn bor ekan, oma. Duq vagonimizda aka. To'g'rimi? Ish qilib kimdir kelib qo'rqitmasanglar, bo'lmaydi bizga. Qanaqadir joylardan o'tyapmiz, suvmi mere aka? Loymi? Loy ekan. La, meni suv qo'yishib yuboribdi. Oxirigacha boramizmi? Shu yerda beri svetga o'nib turibdi-da. Beri menimcha qorovul ham bo'lsa kerak-ku. Lekin orqaga qayta o'tish kerak. Mana tomga chiqilgan joy, lekin ichiga kirmasak bo'lmaydi-da bilay. Shuna qilamiz. Ketdik onasi. Bo'ladi. Bugun yetadi. Bugun yetadi akalar. Bugun yetadi. Hozir ichiga kiraylik desa, qorovul bo'lishi mumkin, haydab yubormasin. Shuni bilib bo'lmaydi. Lekin mana bu yerdan aynaga sindirishib kirganmi? Biz orqa tarafidan chiqyapmizmi? Lekin Like'lar bosinglar. Bundan keyin qanaqa video chiqsin? O'yin chiqaraylikmi? Mana shunaqa yurib chiqaraylikmi? Yozib qoldiringlar. Basha aka bilan ikkalamiz yoramiz kontentni. Bo'ldi, ketdik bu yerdan.